Bu uyimizni fasadiga qilingan ish 10 yildan beri bozorda modadan qolmasdan o'zini o'rnini ushlab turibdi. Ya'ni ishonch bilan gapirishim mumkin, 20 yildan kelgan ham o'zini o'rnini yo'qotmaydi. Hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turganingizdek, bu uyimiz Mirzo Ulug'bekda joylashgan 3 sotoli. Salkovskiy ko'chada. Главный кировушдagi ikkita mashinaga zayiz, letniy sanuzel, yashil zona, kichkina fontanchik. Ko'rinishiga bitta baho berib o'tasizlar, kommentariyada o'zingizlarning fikrlaringizni qoldirasizlar. Juda ham chiroyli ko'rinish. Просто gap yo'q. Bravo. Bismillah. Endi bo'lsa, uyimizni ichkarisidan ham ko'rib chiqamiz. Kirovushdagi atmosferani qarang. Patolog 10 metr bo'lsa kerak. Гостевой зал, люстраларga maza qildim ekan, marka juda ham did bilan tanlashdi. Arxitektor, dizaynerlarga gap yo'q. Ustalar baraka topishsin. Родительский спальня, o'zini sanuzellar. Ayollarimiz xonasi. Kuxnya mebel texnika bilan jihozlangan, texnika bo'sh. Orqasida ham kichkina hovlisi bor uyimizda. Letniy kuxnya, barbekyu zona, vodopad, yashil zona. Etajimiz 3 etajdan iborat. Mana shu joyga maza qildim. 5 ta xona, 400 kvadrat. Ya'ni bitta master spalnya, o'zini sanuzellar bilan. Minimalizm ishlatilgan bu uyimizdagi. Ya'ni bitta master spalnya родительский. Встроенный гардероб. O'zini sanuzellar bilan. Детский xona yoki bo'lmasam kabinet qilib qo'ysam bo'ladigan yana bitta xona. Kichkina balkon, hozirgi balkondan ham chiqib ko'rsataman hovlimizni. Agar uyimiz yoqqan bo'lsa, maksimalni podдержка berishni esingizdan chiqarmaysizlar. Kommentariyada agar yoqqan bo'lsa, fikringizni qoldirasizlar. Videoni shunaqa chiroyli, kompaktni uy qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Narxiga keladigan bo'lsak, pastda nomer qoldiraman. To'liq informatsiya telefon orqali olishingiz mumkin.